Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Biz Ramazan ayının en ahırkı küllerining birida Ramazan ayı bilan xo'shishish harfsizda turibdimiz. Ramazan musulmonlarga nisbatan nusrat ayidir. Chunki ushbu oyda musulmonlar nafsi ustidan g'olib keladi. Shaytonlarning vasvasalarini yengib, o'zi erishmoqchi bo'lgan natijaga erishadi. Xuddi suyumlik payg'ambarimiz aytganidek, Ramazan ayining avvali rahmat, o'ttiri mag'firat, oxiri do'zaxlardan ozod bo'lish kunlaridir. Shundoq, ushbu nusrat kunlarida qanchilgan bandalar Robbisining rahmatiga erishib, qanchilgan bandalar mag'firatga erishdi va qanchilgan banda Robbisining roziligi bilan do'zaxlardan ozod bo'ldi. Bu kunlar bizga ma'naviy jihatdagi g'alba nusratdan iborat bo'lib qolmasdan, balki tarix batlarini varaqlasak, mana bu kunda musulmonlar nurg'unlagan g'albalarga va zafar, shon, sharaflarga erishgandir. Tarixdagi bugun, ya'ni hijratning 13-yili, muborak Ramazon oyining 29-kuni Xalifa Umar radhiyallohu anhuning qo'shini Iroq zaminida Faris qo'shini ustidan g'alaba qilgandir. Va yana hijratning 92-yili Ramazon oyining 29-kuni mashhur qo'mondan Mujohid Tariq ibn Ziyod rahimahulloh boshchiligidagi musulmonlar qo'shini dushmanlar ustidan g'olib kelgan bo'lib, mana bu zafar bugungi Ispaniya, ya'ni tarixdagi 8 asr islom davlatining markazi bo'lgan Andalus diyorining fathisining boshlanishi edi. Badr g'azotidagi cho'ng jihodlar, Makka fathisidagi futuhatlar, Hodisiya jangidagi o'chmas tarixlar, o'zini yengilmas kuch deb atagan dunyoning yerimini bosib olgan Chingizxon qo'shiniga qarshi jihodiy harakatlar va g'albalar muborak Ramazon oyi bo'lgan edi. Demak, Ramazon oyi ibodat bilan mashg'ul bo'lgan har bir musulmonning nusrat oyidir. Alloh taolo bu muborak oyda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Bizni avvalidagi rahmat, o'ttiridagi mag'firat, oxiridagi do'zaxlardan ozod qilishdek g'alba nusratlarga muyassar qilsin. Kelgendir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan osh oxiri hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan